Bir zamonlar Ahmad va Ali ismli do'stlar yashardi. Ikkalasi ham bir xil miqdorda pul tikib, mevali bog' sotib olishdi. Ahmad bog'da ishlay olmasdi. Hech qanday ish qilmasdan vaqtini ibodat qilish bilan o'tkazardi. Shuning uchun Ali ham hamma ishni o'zi qilishiga to'g'ri kelardi. Shunday qilib u har kunini daraxtning tagini yumshatish va ularni suvlash bilan o'tkazardi. Har kuni tinmasdan mehnat qilardi. O'sha yilning o'zida bog' zo'r hosil berdi. Ali mevalarni sotib, katta miqdordagi pulga ega bo'ldi. Lekin pullarni bo'lishayotganida ularda muammo paydo bo'ldi. Ikkalasi ham pulni teng bo'lishni xohlamasdi. Men kuni-tun ishlab bog'ni shu darajaga olib keldim. Natijada daraxtlar zo'r hosil berdi. Pulning ko'pini men olishim kerak. Men indamay qarab turganim yo'q-ku. Kuni-tuni bilan Xudoga iltijo qilib, zo'r hosil berishni so'radim. Mana evaziga yaxshi hosil oldik. Shuning uchun men pulning ko'p qismini olaman. Ikkalasi ham uzoq tortishdi va oxiri qishloq boshlig'iga borishdi masalani yechish uchun. Ularning muammosini eshitgach, qishloq boshlig'i ularga shunday dedi: Ikkalangizga hozir vazifa beraman. Tonggacha vazifani bajarib keling. Pulni qanday bo'lishini ertaga aytaman. Qani endi boringlar. Shunday deb ikkaloviga ham ikkita qopni berdi. Qoplarda esa kurmak bor edi. Kurmakni guruchga aylantirib, yonimga qaytib keling. Ali va Ahmad qoplarni olib uylariga qaytishdi. Ahmad qanday qilib kurmakni guruchga aylantirishni bilmasdi. Shuning uchun u ibodat qilib kurmak postini bittalab artishay boshladi. Birozdan so'ng Ahmadning uyqusi keldi va ishini qilmasdan uxlab qoldi. Lekin Ali tuni bilan uxlamasdan kurmakni guruchga aylantirib chiqdi. Qishloq boshlig'i o'sha kecha uxlamasdan ikkalovining ham uylariga borib ularni kuzatdi. Shunda u Alining uyidan ish jarayoni ovozini kelayotganini eshitdi. Lekin Ahmadning uyidan esa hech nima eshitilmasdi. Ertasiga ikkalasi ham qoplari bilan qishloq boshlig'ining oldiga borishdi. Ahmad, nima bu? Aytgan ishimni qilmadingmi? Men Xudoga ishonaman va hayotimni uning qo'liga topshirib qo'yganman. Lekin bu gal Alining qopi esa guruchga to'la edi. Janob, men tuni bilan ishlab bir qop guruch qildim. So'ng qishloq boshlig'i ularga: Eshit Ahmad, agar ishlamasang, Xudoga ham yoqmaysan. Mehnat qilgan odamni Xudo ham doim siylaydi. Dangasalar esa olma pish og'zimga tush deb o'tiraveradi. Menimcha meni tushunding-a? Bu gaplarga Ahmad hech nima demay boshini egib turaverdi. Foydaning hammasi kuni-tun ishlab mehnat qilgan Aliga tegishli. Agar sen ham Aliga qo'shilib ishlaganingda ko'proq foyda olardinglar. Senga Ahmad bir tiyini ham yo'q. Bunga Ali javoban: Janob, Ahmad mening do'stim.